Hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar va ularning yaqinlari, bugungi videomiz hayotingizni sezilarli darajada yengillashtiradigan, oilaviy byudjetingizni tejashga yordam beradigan juda muhim mavzuga bag'ishlangan. Agar siz har oy kommunal to'lovlar uchun katta summalar to'lab kelayotgan bo'lsangiz, elektr, gaz, suv chiqindi kabi kvitansiyalarni ko'rib ichingizni g'ijimlayotgan bo'lsangiz, demak bu video aynan siz uchun. Men sizga shuni qat'iy ishonch bilan aytmoqchiman. Siz bilmagan holda ortiqcha to'lovlar qilib kelayotgan bo'lishingiz mumkin va eng muhimi, davlat sizga ma'lum bir xizmatlar uchun hatto 2% gacha kompensatsiya berishga tayyor. Bu sizning qonuniy haqqingiz va undan foydalanishni bilishingiz shart. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing, toki kelgusi muhim videolarimizni o'tkazib yubormang. Hamda ushbu videoga like bosing. Bu sizdan 1 soniya vaqt oladi. Ammo boshqa ko'plab insonlarga ushbu ma'lumotni yetkazishga yordam beradi. Endi esa asosiy muammoga o'taylik. Avvallari, ya'ni bir necha yil oldin pensionerlarga beriladigan imtiyozlar tizimi ancha murakkab, chalkash va ba'zan yetarlicha shaffof emas edi. Ko'plab imtiyozlar faqatgina Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslargagina berilgan. Boshqa toifadagi pensionerlar esa ko'pincha bu imtiyozlardan chetda qolib ketishgan. Hattoki mavjud imtiyozlardan foydalanish uchun ham juda ko'p bürokratik to'siqlar, qog'ozbozliklar mavjud edi. Odamlar qaysi idoraga borishni, qanday hujjatlar to'plashni bilmay sarson-sargardon bo'lishardi. Ko'pincha bu jarayon shunchalik charchatardiki, keksa yoshdagi insonlar o'z haqqidan voz kechib qo'ya qolishardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgargan. Davlatimiz tomonidan aholini, ayniqsa keksa avlod vakillarini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan qator muhim qarorlar qabul qilindi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar, yangi farmon va qarorlar orqali pensionerlarning ma'lum toifalarga turli xil kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar berish, hatto ayrim xizmatlar uchun to'lovlarni 100% gacha kompensatsiya qilish mexanizmlari joriy etildi. Bu degani, endi siz ayrim kvitansiyalar uchun umuman pul to'lamasligingiz yoki to'langan summaning ma'lum bir qismini davlatdan qaytarib olishingiz mumkin. Bu nafaqat katta yordam, balki adolatli yechim hamdir. Chunki ko'plab pensionerlar og'ir moddiy sharoitlarda yashaydi va har bir ularning hayotda muhim rol o'ynaydi. Endi bu imtiyozlar haqida batafsilroq gaplashamiz. Birinchi asosiy qism. Qaysi kvitansiyalar uchun pul to'lamasligingiz yoki kompensatsiya olishingiz mumkin? Kimlar bunga haqli? Birinchidan, gaz to'lovi. Ko'plab pensionerlar, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarning a'zolari, yolg'iz yashayotganlar, nogironligi bor shaxslar uchun gaz to'lovi bo'yicha imtiyozlar mavjud. Bu imtiyozlar gaz iste'molining ma'lum bir normativ miqdori uchun amal qiladi. Misol uchun tasavvur qiling, 78 yoshli Oysha bu yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi atigi 1,5 million so'm. Oysha bu har oy gaz uchun o'rtacha 1,5 ming so'm to'laydi. Yangi qonunchilikka ko'ra, agar u kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa yoki nogironligi bor shaxs bo'lsa, davlat uning gaz iste'molining ma'lum bir qismini yoki hatto 100% ni qoplashi mumkin. Bu shuni anglatadiki, Oysha buvi endi 1,5 ming so'm emas, balki ancha kamroq, masalan 1,5 ming so'm to'laydi yoki umuman to'lamasligi ham mumkin. Agar uning iste'moli belgilangan normativdan oshmasa, bu uning oilaviy byudjetiga har oyda 100 ming so'm, yiliga 1,2 million so'm qo'shimcha mablag'ni tejash imkonini beradi. Qandaydir mayda summa deb o'ylamang. Pensioner uchun bu juda katta yordam. Ikkinchidan, elektr energiyasi to'lovi. Gaz to'loviga o'xshab elektr energiyasi uchun ham ma'lum toifadagi pensionerlarga imtiyozlar beriladi. Bu ayniqsa qish mavsumida. Isitish uchun elektrdan foydalanadigan yoki ko'p yorug'lik talab qiladigan nogironligi bor shaxslar uchun juda muhim. Misol uchun, mayda 2 yoshli Bobur amaki ko'zi ojiz. Uning oilasi 3 kishidan iborat. Ular elektr energiyasidan ancha ko'p foydalanishadi. Chunki Bobur amaki uchun maxsus yoritish moslamalari, ovozli kitoblar uchun uskunalarni quvvatlantirish talab etiladi. Ular har oy 200 ming so'm atrofida elektr uchun to'laydilar. Bobur amaki ham nogironligi bor shaxs sifatida davlat tomonidan belgilangan me'yoriy iste'mol uchun elektr energiyasi to'lovidan 100% kompensatsiya olish huquqiga ega. Agar uning oilasi ma'lum bir miqdordan oshiq elektr iste'mol qilsa, faqat o'sha oshgan qismi uchun to'lov amalga oshiriladi. Belgilangan me'yor qismi esa davlat tomonidan qoplanadi. Bu oilaga oyiga o'rtacha 1,21 ming so'm tejalgan pulni boshqa ehtiyojlarga sarflash imkonini beradi.
Uchinchidan, suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari to'lovi. Suv bu hayot manbai, ammo uning narxi ham tez-tez oshib boradi. Bu borada ham ma'lum toifadagi pensionerlarga, ayniqsa o'z uyida yashovchi va bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi, shu bilan birga kam ta'minlangan yoki nogironligi bor shaxslarga yordam beriladi. Tasavvur qiling. 7 yoshli Gulnora opa nogironligi bor farzandi bilan yashaydi. Ularning hovlisida kichik bog'chasi bor. U yerda sabzavotlar yetishtiradi. Suv to'lovi ularning oilaviy byudjetida salmoqli joy egallaydi. Oyiga 80 ming so'm atrofida. Davlat belgilagan norma bo'yicha ma'lum bir kubometr suv uchun Gulnora opaga 100% kompensatsiya beriladi. Agar ular normadan oshiqcha suv ishlatsa, faqat oshgan qismi uchun to'laydilar. Bu ham oilaning og'irini yengil qiladi va Gulnora opaga oilasini sog'lom oziq-ovqat bilan ta'minlashga yordam beradi. 4-dan, maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish to'lovi. Bu xizmat uchun to'lov odatda har bir rezidentga bir xil miqdorda hisoblanadi. Ba'zi hududlarda pensionerlar uchun ushbu to'lovdan erta yoshdagi kam ta'minlangan pensionerlar butunlay ozod qilingan. Misol uchun, 5 yoshli Olim amaki kam ta'minlangan oila a'zosi sifatida ro'yxatdan o'tgan. Uning oilasida 4 kishi istiqomat qiladi. Har bir kishi uchun chiqindi to'lovi 10 ming so'mdan bo'lsa, jami 1 ming so'm to'lanishi kerak. Olim amakiga esa ushbu to'lovdan to'liq 100% imtiyoz beriladi. Chunki u kam ta'minlangan oilaning pensiyadagi a'zosi hisoblanadi. Bu uning oilasiga har oy 1 ming so'm tejash imkonini beradi. Bu ham qarzning ustiga qarz bo'lib yig'ilib qoladigan summalarni oldini oladi. 5-dan, mol-mulk solig'i va yer solig'i. Bu kvitansiya ko'pincha o'z shaxsiy uyida yashovchi pensionerlar uchun dolzarb. Qonunchilikka ko'ra, ma'lum toifadagi pensionerlar uchun mol-mulk solig'i va yer soligidan butunlay ozod qilish ko'zda tutilgan. Bu imtiyoz odatda birinchi turar joy binosi va belgilangan me'yordagi yer uchastkasiga nisbatan qo'llaniladi. Tasavvur qiling. 68 yoshli Halima opa o'zining shaxsiy uyida yashaydi. Uning uyi va yer uchastkasi uchun yiliga 500 ming so'm mol-mulk va yer solig'i to'lashi kerak. Agar Halima opa yoki 2 guruh nogironligi bor shaxs bo'lsa, yoki 2 jahon urushi qatnashchisi bo'lsa, u bu soliqlardan to'liq 100% ozod qilinadi. Bu degani, u har yili 500 ming so'm tejaydi va bu pulni dori-darmon yoki boshqa ehtiyojlarga ishlatishi mumkin. Hatto bu toifalarga kirmaydigan ayrim pensionerlar uchun ham ma'lum bir miqdordagi soliq summasi chegirmasi mavjud bo'lishi mumkin. Shuni yana bir bor ta'kidlayman. 100% kompensatsiya degani. Har doim ham barcha pensionerlar uchun barcha to'lovlar 100% qoplanadi degani emas. Bu asosan eng muhtoj, eng himoyasiz toifadagi pensionerlarga belgilangan normativlar doirasida va ma'lum xizmatlar uchun beriladi. Shuning uchun ham sizning qaysi toifaga kirishingizni aniqlash juda muhim. Endi esa ikkinchi asosiy qismga o'tamiz. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Bu juda muhim. Chunki imtiyozlardan to'g'ri foydalanish uchun hamma narsani bilish kerak. Birinchidan, barcha pensionerlar bir xil imtiyozlarga ega emas. Yuqorida aytib o'tganimizdek, 100%lik kompensatsiya asosan eng himoyasiz toifalarga. Ikkinchi jahon urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar, Chernobil AES avariyasini bartaraf etishda ishtirok etganlar, I va EKIMI guruh nogironlari, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar. Kam ta'minlangan oilalarda yashovchi yolg'iz pensionerlar kabi shaxslarga beriladi. Agar siz ushbu toifalarga kirmasangiz, to'liq kompensatsiya ololmasligingiz mumkin. Ammo baribir qisman chegirmalarga yoki boshqa turdagi yordamlarga ega bo'lishingiz ehtimoli yuqori. Shuning uchun o'zingizning aniq maqomingizni bilish zarur. Ikkinchidan, daromad chegaralari mavjud. Ba'zi imtiyozlar, ayniqsa kam ta'minlanganlik holatiga bog'liq bo'lganlari, oila a'zolarining umumiy daromadi ma'lum bir miqdordan oshmasa beriladi. Masalan, agar sizning pensiyangiz va boshqa daromadlaringiz belgilangan, eng kam ish haqining ma'lum bir karra miqdoridan yuqori bo'lsa, siz kam ta'minlangan oila deb hisoblanmasligingiz va shunga bog'liq imtiyozlardan foydalana olmasligingiz mumkin. Bu yerda sizning nafaqangiz miqdori, oila a'zolari soni va ularning daromadlari hisobga olinadi. Uchinchidan, mulk oid cheklovlar. Mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha imtiyozlar odatda faqat bitta turar joy binosi va bitta yer uchastkasiga nisbatan qo'llaniladi. Agar sizning nomingizda bir nechta kvartira, uy yoki yer uchastkasi bo'lsa, imtiyozlar faqat bittasiga, odatda siz yashab turgan asosiy mulkka beriladi. Boshqa mulklar uchun soliqlar umumiy tartibda to'lanishi kerak bo'ladi.
Bu juda muhim nuans. Chunki ko'pchilik barcha mulklarga imtiyoz qo'llaniladi deb o'ylashi mumkin. 4-dan byurokratik to'siqlar va axborot yetishmovchiligi. Garchi qonunchilik soddalashtirilgan bo'lsa-da, ba'zan idoralarda o'z ishini to'liq bilmaydigan yoki sizga noto'g'ri ma'lumot beradigan xodimlarga duch kelishingiz mumkin. Ko'pchilik pensionerlar bu imtiyozlardan umuman xabardor emas yoki arizani qanday to'ldirishni, qaysi hujjatlarni yig'ishni bilmaydi. Bu esa ularni o'z haqqidan mahrum qiladi. Shu sababli sabrli bo'lish, o'z haqqingizni talab qilish va to'g'ri axborotni topish juda muhim. Agar sizga biror idorada rad javobi berishsa, sababini so'rang va yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilishdan qo'rqmang. 5-dan kompensatsiya shakllari. Kompensatsiya har doim ham pul shaklida qaytarilmasligi mumkin. Ba'zan bu bevosita to'lov miqdorini kamaytirish orqali, ya'ni kvitantsiyada kamroq summa ko'rsatilishi orqali amalga oshiriladi. Ba'zan esa siz to'lovni avval amalga oshirasiz. Keyinroq davlat uni sizning bank kartangizga yoki pensiya jamg'armasi orqali qaytaradi. Bu mexanizmlar hududga va xizmat turiga qarab farq qilishi mumkin. Bu borada aniqlik kiritish uchun vakolatli organlarga murojaat qilish kerak. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Qanday harakat qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Birinchi qadam, o'z maqomingizni aniqlang. Avvalambor, siz qaysi imtiyozli toifaga kirishingizni aniq bilishingiz kerak. Siz 2-jahon urushi qatnashchisimisiz? Yoki unga tenglashtirilgan shaxsmisiz? Yoki igi guru nogironimidingiz? Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila a'zosimisiz? Yo'g'iz pensionerlar toifasidamisiz? Kam ta'minlangan oila a'zosimisiz? Bu savollarga aniq javob topish orqali siz qanday imtiyozlarga haqli ekanligingizni tushunasiz. Bu ma'lumotlar odatda sizning pensiya guvohnomangizda yoki nogironlik bo'yicha hujjatlaringizda ko'rsatilgan bo'ladi. 2-qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagicha: 1. Pasport yoki ID karta. 2. Pensiya guvohnomasi, nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik haqidagi guvohnoma agar tegishli bo'lsa. 5. Oilaviy ahvol haqidagi ma'lumotnoma mahalladan olinadi. 6. Kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatdan o'tganlik haqidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa. Ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimidan. 7. Mulk hujjatlari, kadastr hujjatlari agar mol-mulk yoki yer solig'i bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsangiz. Bank hisob raqami yoki karta raqami agar kompensatsiya pul shaklida qaytarilsa. Bu hujjatlarning aslini va nusxalarini tayyorlab qo'yishni unutmang. 3-qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Sizning imtiyozlaringizni rasmiylashtirish uchun bir nechta asosiy idoralar mavjud. 1. Davlat xizmatlari markazlari, DXM bu eng qulay variantlardan biri. Siz bir martalik murojaat orqali bir necha turdagi imtiyozlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Ular hujjatlaringizni qabul qilib, tegishli idoralarga yuboradi va javobini sizga yetkazadi. 2. Pensiya jamg'armasi. Pensiyaga oid va ba'zi ijtimoiy imtiyozlar bo'yicha asosiy murojaat nuqtasi. 3. Mahalliy hokimiyatlarning ijtimoiy himoya bo'limlari yoki tuman, shahar ijtimoiy xizmatlar markazlari. Ayniqsa kam ta'minlangan oilalar uchun imtiyozlar va moddiy yordam olishda muhim idora. Davlat xalq qabulxonalari agar sizda muammolar yuzaga kelsa yoki murojaatingizga javob berilmasa, xalq qabulxonalari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizning murojaatingizni nazoratga oladi. 5. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining hududiy bo'linmalari. Bu agentlik ayni paytda ijtimoiy himoya sohasida ko'plab masalalarga javobgar. 4-qadam. Arizani to'g'ri yozing. Murojaat qilayotganingizda to'g'ri va aniq ariza yozish juda muhim. Arizada quyidagilar ko'rsatilishi kerak. Murojaat qiluvchining FIsh, pasport ma'lumotlari, yashash manzili va telefon raqami. Qaysi imtiyozni so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Masalan, gaz to'lov bo'yicha kompensatsiya, mol-mulk soligidan ozod qilish va hokazo. Imtiyozga nima sababdan haqli ekanligingizni asoslang. Masalan, men guruh nogironman. Shu sababli qonun bo'yicha imtiyozga egaman iloji bo'lsa. Qaysi qonun yoki qonunosti hujjatiga asosan murojaat qilayotganingizni ko'rsatish mumkin. Bu shart emas, ammo arizangizga o'g'irlik beradi. Arizaga ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Arizani 2 nusxada yozing va bir nusxasiga qabul qiluvchi shaxsning ismi, familiyasi, imzosi hamda sana qo'yilgan holda o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning murojaatingiz qabul qilinganining isbotidir. 5-qadam. Murojaatingizni kuzatib boring.
Arizani topshirgandan so'ng uning holatini muntazam ravishda kuzatib boring. Agar belgilangan muddat ichida javob bo'lmasa yoki sizni qoniqtirmaydigan javob kelsa, yugurib turuvchi idoralarga, xalq qabulxonalariga yoki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasiga murojaat qilishdan tortinmang. O'z haqqimoshabinlar, unutmangki, bu imtiyozlar shunchaki bir eson emas, balki davlat tomonidan sizga kafolatlangan qonuniy huquqingizdir. Siz umringiz davomida jamiyatga xizmat qildingiz, farzandlar va nevaralar tarbiyaladingiz. Endi davlat sizning g'amxo'rligingizni qilishi kerak. Bu kompensatsiyalar va imtiyozlar sizning og'iringizni yengil qilish, hayot sharoitlaringizni yaxshilash uchun joriy qilingan. Ulardan foydalanmaslik esa o'z haqqingizdan voz kechish bilan barobardir. Yakuniy xulosa va so'nggi chaqiriq. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda pensionerlar ma'lum bir kommunal to'lovlar, ya'ni gaz, elektr, suv, maishiy chiqindilar va mol-mulk, yer solig'i bo'yicha 100% gacha kompensatsiya olish huquqiga ega. Bu imtiyozlar asosan kam ta'minlangan, nogironligi bor, bo'g'uvchisini yo'qotgan va urush faxriylari kabi himoyasiz toifadagi pensionerlarga beriladi. Imtiyozlardan foydalanish uchun o'z maqomingizni aniqlab, tegishli hujjatlarni to'plab, davlat xizmatlari markazlari, pensiya jamg'armasi yoki mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilishingiz lozim. O'z haqqingizni biling va undan foydalaning. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Ushbu video haqida nima deb o'ylaysiz? Siz shu kabi imtiyozlardan foydalanasizmi? Yoki imtiyozlarni rasmiylashtirishda qandaydir qiyinchiliklarga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z tajribangizni baham ko'ring. Boshqa pensionerlar uchun bu juda qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarimizda siz uchun yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlarni ulashamiz. O'zingizni asrang va salomat bo'ling.